Rivoyat: aytilmagan gaplar. Madina oddiy ayol edi. Na mashhur, na boy. Ertalab bolalarini uyg'otar, ovqatini tayyorlar, ishiga yugurar. Kechqurun yana uy, yana mas'uliyat. Hech kim undan "Qalbing qalay?" deb so'ramasdi, chunki u hech qachon shikoyat qilmasdi. U yig'lamasdi, jim turardi. Ichida yig'lar, lekin tashqarida vazifalari bor edi. Erining sovuqligi, e'tiborsiz so'zlari, ba'zan adolatsiz ayblari — bularni u "erkaklar shunaqa" deb yutardi, chunki gapirsa yanada og'ir bo'lishidan qo'rqardi. Bir kuni Madina kasal bo'ldi. Yotib qoldi. Uy jim bo'lib, ovqat vaqtida tayyor bo'lmadi, kiyimlar yig'ilmadi, bolalar bezovta bo'ldi. Shunda hamma sezdi: u faqat uyda yuradigan ayol emas ekan, balki hammani birlashtirib turgan kuch ekan. Madina yotoqda yotib shuni o'yladi: men yillar davomida jim bo'lib barchani asrabman, lekin o'zimni kim asradi? U o'sha kuni hech kimga ayb qo'ymadi, faqat ichida bir qarorga keldi: endi sukut qo'rquvdan bo'lmaydi. U baqirmadi, janjal qilmadi, ammo kerak joyda gapirishni boshladi. Charchaganini aytdi, og'riydigan joyini yashirmadi. Hammasi birdan o'zgarib ketmadi, lekin eng muhim narsa o'zgardi. Madina o'zini yo'qotmay qo'ydi. Bu rivoyatda mo'jiza yo'q, faqat bir haqiqat bor: jim yig'laydigan ayollar ko'pincha kuchli emas, majbur bo'lgani uchun jim. Lekin ayol ham inson, u ham tushunilishga muhtoj.